tursi yo'qligida. O'zi ham ko'cha tursiyu, Jalil mani ko'tim tursi bordi bo'ligida. Yaxshi tema ketyapti, tursilar haqida davom ettirishlik. Tushkundan keyin yangi tursi olasizmi? Ha, jonim shunaqa. Eshit mani endi. Ukajonim, akammisan bilmadim. Endi o'zingcha jalab bir 5 santimetrli 10 santimetrli bilan jalab o'zingcha erkaksan-da. Bitta kelib jalab, bitta 4tagina 3tagina erkagimga kelib tashavotsammi kelib olib jalab o'zi bog'-botlar bilan o'tirsam, quyit qotsam hamga kelib. Yoqmayaptimi jalab? Chiqib ket pashol nahoy deysan. Sansirama haromi jalab. Mani ota-onam sansirayapti. Sen kimsan haromi? Kimsan sen? Ha? Qattigi jalab. Mana amamga daji turmaydigan qo'toqsan haromi? Madvossan sen. Pashonda xodi vig'inchi qilaman Mavlani. Sen kimsanki Mavlani pashonda qilayman. Uni qisganda jalab yoki jimgina kuzatgan yoki surna hojatda bo'pti. Yoqmayaptimi? Pashonda xodi surib ket. Bo'ldi. Sen hech majburlamayapti. Quyit qilasan abdikka olib. O dalboyob qo'tog'ing turmaydigan joyiga kelib suqmayin. Qo'pol qilib etganda. Men kim bilan qanaqa gaplarni juda yaxshi bilaman. Kimga pashon nahu deyishni. Tushundingmi? Buning qisganda jalmamda qilib o'tirgin. Bunaqa qilib o'tirgin bitta joyda. Yoqmayaptimi? Sur jalab surayo bo'lgan bo'ldi. Mana eski bir oy bir marta yuvadigan qo'tog'ingni menga suqasan jalab. Dalboyib sanni ko'ttalarim suqolmagan. Ben 1,5 yildan beri bitta odamni gaplashaman. O'sha suqadi xolos. Sen kimsan jalab? Uni daji qo'tog'i sanni tozaroq qo'pol qilib etgandi. WhatsAppdan karta so'rab yozamiz. Podarka tashlaganlarga ham onlaynda podarka urib ketsalaringiz agar ko'proq. Nima kulasiz? Bor gapni aytyapman-da. Podarkaga ham onlayn bor. Ko'rdirmayman. Biladigan mana uyqum keldi. Shu ko'zim uxlab qolyapti. Yo'qligida. O'zi ham ko'cha tursiyu, Jalil mani ko'tim tursi bordi bo'ligida. Yaxshi tema ketyapti, tursilar haqida davom ettirishlik. Tushkundan keyin yangi tursi olasizmi? Ha, jonim shunaqa. Eshit mani endi. Ukajonim, akammisan bilmadim. Endi o'zingcha jalab bir 5 santimetrli 10 santimetrli bilan jalab o'zingcha erkaksan-da. Bitta kelib jalab, bitta 4tagina 3tagina erkagimga kelib tashavotsammi kelib olib jalab o'zi bog'-botlar bilan o'tirsam, quyit qotsam hamga kelib. Yoqmayaptimi jalab? Chiqib ket pashol nahoy deysan. Sansirama haromi jalab. Mani ota-onam sansirayapti. Sen kimsan haromi? Kimsan sen? Ha? Qattigi jalab. Mana amamga daji turmaydigan qo'toqsan haromi? Madvossan sen. Pashonda xodi vig'inchi qilaman Mavlani. Sen kimsanki Mavlani pashonda qilayman. Uni qisganda jalab yoki jimgina kuzatgan yoki surna hojatda bo'pti. Yoqmayaptimi? Pashonda xodi surib ket. Bo'ldi. Sen hech majburlamayapti. Quyit qilasan abdikka olib. O dalboyob qo'tog'ing turmaydigan joyiga kelib suqmayin. Qo'pol qilib etgandi. Men kim bilan qanaqa gaplarni juda yaxshi bilaman. Kimga pashon nahu deyishni. Tushundingmi? Buning qisganda jalmamda qilib o'tirgin. Bunaqa qilib o'tirgin bitta joyda. Yoqmayaptimi? Sur jalab surayo bo'lgan bo'ldi. Mana eski bir oy bir marta yuvadigan qo'tog'ingni menga suqasan jalab. Dalboyib sanni ko'ttalarim suqolmagan. Ben 1,5 yildan beri bitta odamni gaplashaman. O'sha suqadi xolos. Sen kimsan jalab? Uni daji qo'tog'i sanni tozaroq qo'pol qilib etgandi. WhatsAppdan karta so'rab yozamiz. Podarka tashlaganlarga ham onlaynda podarka urib ketsalaringiz agar ko'proq. Nima kulasiz? Bor gapni aytyapman-da. Podarkaga ham onlayn bor.
Biladigan mana uyqum keldi. Shu ko'zim uxlab qolyapti.